Barchaga sizlar bilan Reverch. Bugun men yangi menimda Vijvanya qilishni boshlayman. Men asosiy maqsadim Netherga borish bo'ladi. Buni ham kamida 8 yoki 10 tagina qismi bo'ladi. Uncha ko'p emas. Shuning uchun hozir biz birinchi versda yasaymiz, qo'yamiz, tosh aslahaga ega bo'lib qonga tushib ketamiz. Bize tezroq bo'lishimiz kerak. Bolalar biz 30 ta bo'lishimiz shart. Bittagina qolib ketganda men bo'ldi. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa Vijvanyani boshladik. Menga ovqat kerak bo'ladi. Sigir. Bola, yo ertaga yo bugun men do'stim bilan Vijvanya qilamiz. Mening kanalim bor, Davron Pubugim degan. Unga kirib obuna bo'lib qo'yishlarini so'rardim. Ataqidim. Biz hozir tezroq normal joy topib, o'sha uy qurishni boshlashimiz kerak. Men uy deganda gigant uy qurish niyatim yo'q bugun. Nimagani niyatim bo'lmagan. Gigant uy qurmayman men endi. Gigant uy quradigan bo'lsam, vashshi ko'p vaqtim ketar ekan. Kimdir men Telegram ishimga yozibdi. Brat anaqa uy qurish jangini battle qilamizmi dedi. Men uyim pashti tayyor, ertaga yoki chorshanba kuni o'sha uyimni ko'rsataman. Prям tushga kirmaydigan narsalar qo'yib qo'yganman ichiga. Sizlarda ham shunaqa battlelar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yoki Telegram ishimga yozib ketinglar. Telegram kanalimizning nomi Rever. 26 ta obunachisi bor. Yana bitta kanalimiz Safir Sborgasi videolari. O'tgan Safir Sborgasini o'yindagi videolarini qo'yib boraman. Prям bitta ham qo'y chiqayotgani yo'q-a? Mol hamma joy mol bosib ketgan. Jitalar ham molga aylanganmi menda? Qo'y topildi bo'ldi. Biz tezroq normal joy topib uylarni qurish. O, mana kon chiqdi. Konga tushdi. Menimcha bu juda ham katta kon. Albatta, yo'qol. Konni tuzilishi nimagadir g'alati. Ko'ringchi. Turib. Men shu temirlarga keldimmi? Temirim ko'p ham emasdi. Yer tagidan temir. Bolaman challenge hali ham qabul qildim. Ertaga u challenge tugaydi. Challenge bersanglar berib olinglar. Keyin uni sekin to'xtataman. Bo'ldi. Vaqtingiz o'tib ketgan. Bo'ldi. Men uni har oyda bir 5 yoki 6 kun qilaman. Bu ko'p qilsa ham bo'lmas ekan.
17 ta temirimiz bor. Braniyaga yetishi mumkin. Katta ketib yuradiganmi? Yetishi mumkin. Yanlishim. Shunday. Shunday mumkin deb. Ikkani ham dahshat qo'ydik-ku. Bitta senga qo'yamiz. Bitta senga qo'yamiz. Endi esa kutamiz. Bolalar biz ana full set temirli bo'lib oldik. Asosiy videomiz shu yerda tugaydi. Barchaga tomosha qilishga rahmat. Sizlar bilan Ruchka bo'ldi. Barchaga xayr.